Больше 200 узбеков прилетели работать в Беларусь чартерным рейсом. Встречали гостей очень празднично. Самолет с трудовыми мигрантами из Узбекистана прилетел в Беларусь 13 июля. По трапу спустилась большая группа мужчин и женщин в одинаковых костюмах и кепках. Для гостей устроили целый мини-концерт с баяном, песнями, танцами и караваем. Узбеки прилетели работать в сельском хозяйстве и животноводстве. Причем власти Узбекистана говорят, что работа эта временная. Трудовых мигрантов привезли в Беларусь в упрощенном порядке. Это пилотный договор между властями Андижанской области, Агентством миграции Узбекистана и Витебским облисполкомом. Совсем недавно в Минск прилетал президент Узбекистана. На встрече с ним Лукашенко пригласил узбеков переезжать в Беларусь целыми семьями. До этого он предлагал перевести 150 тысяч пакистанцев, но идея в итоге не взлетела. Узбекистанцы пожаловались на условия работы в Беларуси. Yo'q, 500 dollarga ishlamaymiz. Vaqtimizni o'tkazdirib sarson bo'lishimiz foydasi yo'q. O'zbekistonda biz undan ko'proq topamiz. Mana bizdagi sharoit mana Andijon shaharidan ikkita bola bor, men borman, xotinim bor. Mana bizga bergan narsasi bu krujkaga ham o'rgamchi inso boribdi, qaranglar mana. Mana shu joyni berdi, mana shu joyimiz. Bir donadan olmay yana nimadir bergan. Mana ahvolda yashayapmiz mana. Hozir bu ikkita oshnamiz andijonlik bolaning sharoiti bu. Hurmatli hokimimizdan iltimos, bunaqa qilib bizni bunchalik qilib tashlab bermasin ularning qo'liga. Biz 300 dollardan oylik, nari borsa 400 dollar oylikqa bera olmayman. Kvartirani o'zing to'laysan, pitaniyani o'zing qilasan, ishga borib kelishdi, yo'l kirasini ham o'zing to'laysan deyapti. Dvornik obodonlashtirishga ekan. Shunga men hayron bo'lyapman, nima qilamiz bilmayman. Mana sharoit meniki. Mana sharoitdamiz. Mana ayolim bor. Ayolim ham oyog'ini ko'rsatib qo'ydim. Mana bizga bergan. Mana ikkita olma bor, bir parcha tovuq go'shti, 2 kiso non bo'lgan. Uni men bilmabman-da, videoga olmabman shu narsalar. Ozgina narsa bergan. Mana ko'ringlar. Ertaga zaptirigimizga ham hamma yo'g'imizga mana shu narsalar bor. Hozir bu yerda 20 ta odam bor edik. 16 ta odam mana shu tanish bilish qilib chiqib ketdi. Shunga mana shu bizga ish beruvchilar bermadi u ishni. O'zlari tanish bilish qilib chiqib ketdi. Hozir 4 kishi qoldik biz. Mana shu 4 kishi endi bilmayman nima qilamiz. Cho'ntagida pul ham yo'q. Mana shu sharoitdamiz hozir. Hurmatli hokimimiz, bayda 500 dollardan ishlaydigan bo'lsak, 200 dollardan qornimizga ketsa, 100 dollardan misol sovun-povun kirpirimizga, soda podalarga ketadigan bo'lsa, 200 dollar uchun bayda yurishib, vaqtimizni o'tkazdirib sarson bo'lishimizning foydasi yo'q. Bunda O'zbekistonga qaytib jo'natib o'tgani yaxshi. Tugamadimi zapis? Tugab qolmaydimi? Tugamadi. 500 dollar oylik aytyapti, yemog'ing o'zingdan, yotog'ni o'zing to'laysan deyapti. 200 dollardan unga chiqsa 200 dollar pul qolyapti. O'zbekistonda biz undan ko'proq topamiz. 500 dollardan ko'p. Ular aytyapti, ket demayapti-yu, kechgacha hal qilamiz dedi. Shuni hal qilishidan so'raymiz. Shu. В Узбекистане воды не хватает. Да и земли желательно, чтобы побольше было. Ну, у нас в Беларуси это есть. Не хватает порой рабочих рук. Так мы мечтали бы, чтобы именно узбекские люди семьями приезжали в Беларусь, поселились здесь, получили помощь здравоохранения, если нужно образование, и развивались. Нам это очень нужно для того, чтобы не пустела земля белорусская. Bor edi. Ana shu gruppada O'zbekiston Belarusdagi gruppasida kelganlarni tashlagan emaslar. Qanaqa holat, bizda mana bu holat ekan deb tarqatganimni butun ijtimoiy tarmoqqa tarqatib yuborsizlar. Unaqa narsa qilmanglar umuman. Biz hozir mana 700 dollar oylikka kvartira besplatniy, obedimiz besplatniy qilib turib, dogovor qildik. Mana hozir ishga ketamiz.